Dacha ishlari hali ham davom etyapti, lekin meni ikkinchi kundan motivatsiyam tushib ketdi. Sababi yo'q joydan menga ortiqcha rasxod bo'lib, xolodilnik bu amallab oladigan narsa emas. Dachada xolodilnik bo'lmasa, bu dacha emas deb hisoblayman. O'shaning uchun qo'limdan kelgancha tuzatishga harakat qilib ustiga berdik va menga bu 800 mingga tushdi. Nasriyam bo'lsa ozgina ko'tardi. Keyin bo'lsa oshxonada uborka ishlarini boshlab yubordim. Birinchi remont qilishdan oldin uborka qilib olsam, keyin bo'lsa devorlarni bitta imulsalab, hamma shkaflarni bir xil rangga bo'yab qo'yaman deb o'yladim. Dachani endi yurg'izibman. 2 oy mobaynida menga qancha foyda qoladi, qanaqa bo'ladi va klient qo'ya olamanmi, yo'qmi bilmayman. O'shaning uchun yangi kuxniy mebelga 500-600 dollar pul tikib yubora olmas edim. Lekin qo'limdan kelgancha hamma joy toza va ozoda, pokiza bo'lishiga va bir xil tonni bo'lishiga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Idish-tovarani обязательно yengilab qilib qo'yaman. Mana oshxonamni ideal qilib tozalab, hamma chirklarni ketkizib berishga Billores restoranlari qarash bordi va ko'rganingizdek bir pasda tozalab oldim. Eski idish-tovarlarni bo'lsa ko'pirtirib yuvib, ishlatilmaydigan xonaga olib kirib qo'ydim, yangilarini olib chiqib ochish. Bundan oldingi reysimda juda ham ko'p negativlar kelibdi. Ishlatadiganlarni, mardikorlarni olib kelib ishlatsangiz bo'lmaydimi yoki cleaninglar chaqiring deb. Bu ishlarni men o'zim qilgim kelayotganligi uchun va qanaqa foydaga kiraman, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, hammasini hisob-kitob qilib borayotganligim va pul tikmayotganligim uchun va qo'limdan kelgancha kam xarajat qilib turib, dachani yurg'izmoqchi bo'lganligim uchun o'z qo'llarim bilan aytgancha gazimiz ham ancha eskiroq, lekin baland bo'lib, daji Toshkentdan ham zo'r bo'lib yonadi. Albatta o'choq qozon ham qo'yib qo'yaman. Ikkalasida bemalol ovqat qilinsa bo'ladi. Oshxona uborkamni tugatdim. Keyingi resimda bo'lsa shkaflarni chiroyli qilib bo'yaymiz va devorlarni imulsalab chiqamiz. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, postlaysiz, menga obuna bo'lishni unutmang. Billores restoranlarini bo'lsa har bitta do'konlardan, o'zim market korzinkalardan topsangiz bo'ladi.